Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Shaytoniy Ko'play. Bugungi videomizda biz cheat ishlatamiz. Cheatlarni qanday ishlatishni o'rgataman. Ko'p cheat o'rgataman bugungi videomizda. Qani bo'lmasam go, like va obunalaringizni ayamaysizlar. Qani go. Xo'sh, birinchi cheatimiz. Yozgi kiraslarda mana tayoqchani qiyshaygan tayoqchani boshlasizlarda give deysizlar. Keyin joy tashlab kuchukcha belgisi, keyin S va bari R deysizlar, zo'r buni qarang. Ko'rinmas blok bu. Qarang, qo'yasizlar. Bitta qo'yasizlar, mana elementlar bitta olsanglar, qaranglar, ko'rinmas, lekin mana shu bloklarni qarang, juramayapman. Yana bitta ko'rsataman. Ishonmaganlar uchun. Qarang. Hop, mana. Men tepada turibman. Xo'p, cheatni o'rgandik. Endi seriallar ishlatsak bo'ladi. Endi yana aytamiz, qaranglar. Game mode S va biz survivalmiz. Game mode S desizlar, survival. Creative o'tish uchun esa game mode K qilsanglar, mana kreativ. Endi yana bitta cheat. Yana game mode. Game mode spectator. Mana biz arvoh bo'ldik, mana qaranglar. Hop. Qaranglar, uchib yuribman. Kreativ o'shlaydi, lekin yer tagiga bitib kirib ketsalar, qaranglar, hech kim ko'rmaydi. Bu vijvanada kerak bo'ladi. Mana shunday ko'rsa, hech kim ko'rmaydi. O, zo'r. Shunday cheat. Yana keyingi cheat. Kreativ o'tib kreativ o'taman deb game mode S qo'yapman. Mayli, hattoda. Okay. Mana o'tdik. Keyingi cheatimiz bo'lsa esa mana bunday cheat bo'ladi. Command blokni olish. Give kuchukcha S command pastga chiqsa blok. Mana command block. O'zlar to'g'rilab olsanglar ham bo'ladi. Xo'sh, endi buni ham qo'yamiz. Endi qaranglar. Keyingi cheat. Give kuchukcha S lipoy narsani yozsanglar berasizlarga. Hozir bitta narsani ko'rsataman, qaranglar. Net xarid. Faqat inglizchasi IT pastga chiqsa Sword. Mana qilich. Qarang, bitta uronni o'ldiradi, qarang. Hop. Parrot bo'ldi. Endi keyingi cheatimiz. Endi bu cheat vijvanada kerak bo'ladimi bilmayman. Endi keyingi cheat. Hop, keyingi cheatimiz esa qaranglar. Juda ham kerak bo'ladi konlarda. Hozir effect desalarda nigirt bu. Keyingi cheatimiz esa mana bunday, qaranglar. Cheatga kirasizlarda mana bunday qish tayoqchani bitta bosasizlar, temni boshlasizlar, xohlaganda tun qilib qo'ysanglar bo'ladi. Mana endi kun qilsanglar mana buni bosasizlar, yo'naltirasizlar. Endi keyingi cheatimiz xatter. Bu hozir yomg'irmi shunday narsalarni qiladi, tuyuqdir. Mana hozir chaqmoq chaqadigan bo'lib ketadi, momqoldiroq. Hop. Yana better clean qilsanglar, mana qaranglar. Yo'qolib ketadi bittada, qaranglar. 3 2 1. Ko'ringlar. Mana bitta narsa bor.
Hozirdan YouTube'da ko'p qoldim, o'xshaydim ko'ramiz. Anvilni olasizlar. Keyin kitoblarga o'tasizlar. Kitoblar qani? Ana chexlangan kitoblar, anta qizil kitoblar bo'ladi-yu. Mana shu tarafda deydi. Mana. Eng keraksiz bitta kitob olasizlarda, keyin mana o'tasizlar, mana qo'yib qolasizlar, endi anvilni qo'yasizlar, bitta chegarasizlar. Mana bitta qo'yish kerak, eng keragi. Mana bitta qo'yasizlar. Mana bitta bo'lsa-ham sehrlangan qo'yib quradi. Qanday sehrlangan qo'yib bilan galam yasadi-yu. Shuni qilib ko'ramizmi? Deb qo'y blokdani. Menimcha bo'lmasa kerak-ku. Menimcha aniq bo'lmaydi. Chunki bu mod qo'shmaganman. Qani? Ana aytdim-ku. Nimaga kerak bu, lekin bilmayman. Xo'p, qo'yamiz. Yana bir. Spachitim qolmadi desanglar, teleport bor hali. Player qaranglar. Tepa yozasizlarda, tepa deysizlar. Lipoy koordinatda mana bu. Koordinatda unday qilib turib, joy tashlab turib 10 joy tashlangan 7 qo'rsanglar, 7. Mana tepa bo'ldik. Mana mana. Mana 100 ta blok tepaga chiqdik-da. Mana tepa bo'ldik. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Hammaga xayr. Reklamani hozir tarixchada ko'rsataman, o'zim aytmayman. Xuddi shu tarixchada yozgan joyimni YouTube'ga yozib, o'shanga obuna bo'lib qo'ysanglar, men ham xursand bo'laman. Aytgan kanalim ham xursand bo'ladi. Hozir yozib beraman. Qaranglar. Xuddi ana shu yozgan kanalimga obuna bo'lib qo'ysanglar, men ham xursand bo'laman. U ham xursand bo'ladi. Shuningdek, shu kanalga obuna bo'lsanglar, agar kim obuna bo'lib, shu kommentariyasiga yozib, men Doniko Playdan salom deb obuna bo'lib qo'ysa, men ham uning kanaliga kiramanda, unga ham obuna bo'lib qo'yaman va hamma videosiga like bosib, kommentariyada iliq fikrlarimni qoldiraman. Shu kanalga obuna bo'ling va kommentariyasiga Doniko Playdan salom desangiz, men sizlarni kanalingizga ham obuna bo'laman. U sizlarga ham menga ham yaxshi bo'ladi. Hammaga xayr. Sizlar bilan Doniko Play bo'ldi. Videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xayr.